Bugungi maydonda to'p surgan futbolchilarimiz, ularga bizning restoranlarimiz nomidan bir umrlik voucher taqdim etiladi. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston, hurmatli xalq. Mana bugun tarix yozildi. Bugun 34 yillik kutgan natija va O'zbekiston jahon chempionatida. Avvalambor hammani bugungi mana bayram ustiga bayram, Qurbon hayit bayrami bilan tabriklaymiz va bugungi xursandchilikda bizlar ham o'zgina hissamizni qo'shaylik degan yaxshi xolisona niyatda Shashlik.uz jamoasi nomidan mana shu bugungi maydonda to'p surgan futbolchilarimiz hammalariga hamda ularning trenerlariga, ularga bizning restoranlarimiz nomidan bir umrlik voucher taqdim etiladi. Endilikda ular bir umr bizning restoranlarimizga kirib bepul tamada qilib ketishlari mumkin. Olg'a O'zbekiston! Yazdı parça işi boşuna